Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 9-oyning 20-kuni dushanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Türkiye Cumhuriyeti'ni özünün ikinci vatani deb qaragan. Xalqaro munbarlarda har zaman Türkiye'ga qarshi kuchlar bilan Türkiye'ning oliy manfaati uchun kurash qilib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandimning 18-sentabr kuni Türkiye'ga kirishining Türkiye hukumati tarafidan qayta cheklanishi muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni qattiq afsuslantirdi. Kasallik sababidan Anqaradagi ma'lum bir doktorxonada jiddiy qutqizishga ilingan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi milliy ustozimiz Erkin Olibtekin apandimni yo'qlash uchun 18-sentabr saharda Janvadan Anqaradagi Asanbuga aeroportiga yetib kelgan Dolqun Ayso apandimning Turkiyaga kirgizilmay, majburiy Germaniyaga qaytarilib etishi chet el va turk matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Türkiye hukumati 2008-yildan buyon Dolqun Ayso apandimning Turkiyaga kirishini cheklab kelgan bo'lib, Dolqun Ayso apandi bu yil Turkiyadagi advokati professor doktor İlyas Doğan apandi orqali Anqara 1-idora mahkamasiga arz sungan edi. Anqara 1-idora mahkamasining hukmnomasida Dolqun Aysoning Turkiyaga kirish cheklamasi amaldan qoldirilib, Ko'chmanlar bosh idorasi rasmiy uqtirish orqali bu qarorning ma'qullanganligi advokati orqali Dolqun Aysoga bildirilgan bo'lsa-mu, ammo Turkiya hukumati Xitoyning besimi bilan ostirdan darhol yangi bir qaror bilan xufiyona holda Dolqun Aysoning Türkiye'ga kirishini qayta chekladi. O'zi haqida chiqarilgan bu qarordan pasport kontrol nuqtasida xabardor qilingan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Ayso apandimning Türkiye'ga kirishiga yo'l qo'yilmadi. Bu Dolqun Ayso apandimning advokati İlyas Doğan apandi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida bu voqeaning Turkiyaning qonuniga xilof ekanligini, Türkiye qonunida kirish cheklangan chet elliklarga qarata 15 yildan ortiq hukm chiqarishga bo'lmaydiganligini va buning Turkiya asosiy qonuniga xiloflik ekanligini, bu vaqtda qaytadan da'vo qiladiganligini bayon qildi. Dolqun Ayso apandi bu vaqtda Turkiyaning poytaxti Anqaradagi Asanbuga aeroportida Germaniyaga qaytish oldida e'lon qilgan turkcha videolik bayonotida Turkiyaning bu harakatidan qattiq norozi ekanligini va buning Turkiya qonuniga xilof bir qilmish ekanligini, asli kelishdagi maqsadi Anqarada doktorxonada jiddiy qutqizishda yetib qolgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurg'uvchisi rahmatlik Iso Yusuf Olibtekinning o'g'li Erkin Olibtekinni yo'qlashga kelganligini bayon qildi. Dolqun Ayso apandiga Asanbuga aeroportida kutib olishga chiqqan advokati va qurultayning Turkiyadagi rahbarlari bilan bir qancha minut ko'rishishga yo'l qo'yilgan bo'lib, u 2008-yildan beri davomlashayotgan Turkiyaga kirish cheklamasining yana qayta yo'lga qo'yilishining Xitoyning besimi va iqtisodiy manfaatdan boshqa sababi yo'qligini aytdi. U yana Turkiya bugun o'z qonuniga o'zi amal qilmay, sud hukmnomalarining quruq qog'oz ekanligini dunyoga jakarladi deb ko'rsatdi. Dolqun Ayso apandining advokati Anqara Hoji Bayram Vali Universiteti qonun fakulteti o'qituvchisi professor doktor İlyas Doğan apandi Anqara Asanbuga aerodromida bergan tunji bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Atidan boshlab keraklik barliq qonuniy iltimoslarimizni boshlaymiz. Turkiya o'z qonunini o'zi ko'zga ilmidi va Turkiya asosiy qonuniga qarshi ish qildi. Buningdan butun Turkiya va dunyo xalqi xabar tepishi lozim. Bu vaqadan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi va bir qism Uyg'ur tashkilotlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Turkiya hukumatining bu xil qonunsiz qilmishini qattiq ayblab kelmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishi bilan 16-sentabr kuni Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda o'tkazilgan Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi 18-sentabr kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining 48-navbatlik umumiy yig'ini chaqirilayotgan paytda o'tkazilgan mazkur ko'rgazma irqiy qirg'inchilik, jazo lagerlari, majburiy emgak, Uyg'ur o'smirlarining ota-ona va oilalaridan majburiy ayirib etilishi qatorliq 4 bo'limga bo'lingan bo'lib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari nihoyat ro'shan holda yoritib berilgan. Amerikaning Janvadagi bosh elchixonasining hamkorligida o'tkazilgan bu qadimgi ko'rgazma Dunyo Uyg'ur qurultiyining uyushtirishida 2020-yil 22-sentabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida boshlanib, bir hafta davom qilgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi rasm ko'rgazmasi faoliyatining davomi bo'lib, mazkur ko'rgazma chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Ko'rgazmaning tunji kuni Reuters agentligi tomonidan mazkur ko'rgazma haqida cho'ng hajmli tafsiliy xabar e'lon qilindi va mazkur xabar ko'plagan chet el matbuotlari tomonidan ko'chirib tarqatildi. Xitoyning Janvadagi vakillar o'mikining bayonotchisi Liu Yuyun bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Amerika Jongoni tizginlash uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyidan iborat zo'ravon, terrorchi, bo'lginchi tashkilot bilan eg'iz burun yalishib, bu siyosiy o'yinni birlikda o'ynab chiqdi deb bildirdi. Uyg'urlarning ovozi nomli mazkur rasm ko'rgazmasining ichilish murosimi 14-sentabr kuni kechda Amerikaning Janvadagi bosh elchixonasida o'tkazilgan. Murosimga Angliya, Germaniya,
Koreya, Meksika qatorliq davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchilari, yana bir qism davlatlarning Janvadagi yuqori darajalik diplomatlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining asosliq mas'ullari va Dalay Lamaning Yevropadagi alohida vakili qatorliqlardan bo'lib 30 dan ortiq yuqori darajalik arbob qatnashgan. Echilish murosimi Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimning nutqi bilan boshlangan va 2 soat davom qilgan ko'rgazmaga Uyg'ur sud kollegiyasining 2-chi qitimliq sotini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, shu kuni Londondan Jenvaga yetib kelgan Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimdan boshqa yana qurultayining muavin raisi Parat Yoronqosh, qurultayining Amerikadagi oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbas, qurultayining rais vakili Turg'unjon Alovuddin, qurultayining programma yetakchilaridan Zumratay Erkin, Eva, qurultay vakili Ilyar Sidiq qatorliqlarni alohida taklif bilan qatnashgan edi. Janva soqchi idorasi bexatarlikni ko'zda tutib Dünya Uyg'ur qurultayi tarafidan Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda qurilgan ko'rgazma chidirining kechida maydonda turishini cheklaganligi uchun qurultay rahbarlari va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining a'zolari chidirni 3 kun bo'yicha sarda qurib kechda so'kib ilib ketishga majbur bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi ko'rgazma oxirlashgan kuni qilgan so'zida chidir qurish va ko'rgazma materiallarini hozirlash uchun har kuni sar va kechda bir qancha soatlab ajr qilgan qurultay xodimlariga va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining a'zolariga alohida minnatdorlik bildirdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 17-sentabr bayonot e'lon qilib, dunyo rahbarlarini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsandichiligi ustidan tekshirish ilib berishini talab qilishga chaqirgan. Mazkur bayonot Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar boshliqlarining yillik yig'ini Nyu-York shahrida boshlanishining g'aribsida e'lon qilingan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotlarining aytishicha, dunyo rahbarlari kishilik huquq krizislarini hal qilishi, kishilik huquqni dafsanda qiluvchilarning javobgarligi tortiladiganligi to'g'risida ogohlantirishi kerak ekan. Bayonotda mundaq deyilgan: Rahbarlar Şinjandagi Uyg'urlarga va boshqa Turkiya musulmonlarga qarata yuz berayotgan va kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tomonidan insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilgan og'ir kishilik huquq dafsandichiligiga doir bayonotlarni tekshirishga chaqirishi kerak. Buning oldida, ya'ni 13-sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 48-navbatlik yig'inining ochilish marosimida so'z qilib, Xitoy hukumati bilan bo'lgan Sharq Turkistonni tekshirish suhbatining mag'lub bo'lganligi, lekin o'zlarining to'plagan Sharq Turkiston vaziyatiga oid dokumentlarining tutib qolganligini e'lon qilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha Michel Bacheletning so'zi Xitoyning xalqaro tekshirishdan qochib o'rinishining vaqti to'shqanligi, hech qanday bir davlatning xalqaro qonundan ustun emasligi haqida kuchli signal bergan. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh advokati Hamid Sabi apandi Uyg'ur sud kollegiyasining 10-sentabrdan 13-sentabrgacha Londonda o'tkazilgan 2-chi qitimliq guvohlik anglash yig'inining yepilishini qilgan xulosa so'zida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarning vaziyatining hozirmi ham intayin ichinishli ekanligini ta'kidladi. Hamid Sabi apandining bildirishicha Uyg'ur sud kollegiyasining 2 qitimliq mazkur sud kollegiyasi 70 dan ortiq guvohchining guvohligini anglagan. 30 dan ortiq tadqiqotchi 10 ming soatdan ortiqroq vaqt sarf qilib, 5 mingdan ortiq guvohchining yozma guvohligini o'z ichiga olgan necha 100 ming betlik hujjatlarni tekshirgan. Hamid Sabi apandi bu yil iyun va sentabrda jami 8 kun o'tkazilgan guvohlik anglash yig'inida berilgan guvohliklarning asosiy mazmunini mundaq yig'inchoqladi. Bizning to'plaganlarimiz faqat statistika emas. Sizlarga ko'rsatganligimiz faqat muztag'ning ko'ringan qismi. Vaqt munosabati jinoyat yuz berayotgan o'rin, ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga bevosita berib isbot to'plamayotganligimiz uchun kollegiyaga erishilgan cheklik manba va tadqiqotchilarning tadqiqoti orqali kollegiya vazifasini tamomladi. 2 qitimliq 8 kun o'tkazilgan guvohlik anglash yig'inida guvohchilar oydirimdan, uyidan, hatto soqchixonaga chaqirtilgan yerdan qonunsiz holda tutib ketilganligini aytdi. Ular yana lagerlarda normadan jiq odamni bir kichik uyga qamaydiganligi, lager sharoitining intayin nacharligi, uxlatmaslik, jinsiy xo'rlash va tok chetish qatorliq har xil qiynash usullariga uchirganligi haqida guvohlik berdi. Lagerda ularga doim aniq bo'lmagan dori ishkizilgan, okul urilgan. Lager shohidlari yana ayollarni nishon qilgan jinsiy tajovuzchilik, majburiy tug'mas qilish, homilani tushirib etish qatorliq Uyg'ur ayollari uchrayotgan og'ir zulmlarni anglatdi. Oilasidan ayirib etilgan bolalar, majburiy emgak, erlar tutilib ketgan oilalarga yerlashtirilgan Xitoy kadrlar haqida nurg'un isbotlar o'ttirg'i qo'yildi. Lagerga va turmalarga so'langanlarning hech qaysiga advokat berilmagan, sud echilmagan, hech bir qonuniy tartibga tushirilmay, udulli so'langan. Bu qisqagina vaqtda barliq guvohliklarni yig'inchoqlash mumkin emas. Shunga sizlarning guvohchilarning tor betimizga qo'yilgan yozma guvohligini va guvohliklarining tarjimasini ko'rishinglarni tavsiya qilaman.
Mustabid Xitoy hokimiyatining Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasida guvohlik berguvchi shohidlarga tahdid silish va ularning vatandagi urug' tuqqanlarini ko'raga ilib olib, shohidlarni qoralashga silishdek razil qilmishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq g'azabini qo'zg'adi. Bu yil 6-oyda chaqirilgan tunji qitimliq isbot anglash yig'inining oldi keynida Xitoy hokimiyati o'xshash vositani qo'llangan edi. Kodas Story torining oshkorlashicha Qozog'istondan Angliyaga berib 10-sentabrdan 13-sentabrgacha Londonda o'tkazilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2-bosqichlik isbot anglash yig'inida guvohlik bermoqchi bo'lgan 3 nafar qozoq lager shohidi Olmuta oydirmida Qozog'iston soqchilari tarafidan to'sib qilingan. Ular Qozog'istondan ucholmay Qirg'iziston orqali Istanbul va Dubay havo yo'li bilan Londonga uchishga majbur bo'lgan. Xabarda yana sudda guvohlik bermoqchi bo'lgan tadqiqotchi va faoliyatchilarning telefon, ijtimoiy taratqu, e'lixat va boshqa ijtimoiy aloqa vositalari orqali tahdid, qo'rqitish va parokandachilikka uchirganligi. Ularning ichida Uyg'ur adliya arxivining tadqiqotchisi Muattar Iliqut, Uyg'ur harakati tashkilotining tadqiqotchisi Julia Mishab qatorliqlarning borligi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'istondan bo'lgan lager shohidlaridan Arbaqt O'tarbay Qozog'iston davlat xavfsizligi xodimlarining parokandachilikka uchrab qolmay, balki Xitoy doiralarining tahdid silishiga uchragan. Xitoy doiralari uning 6 oyda qolib qolgan ota-onasi bilan 2 farzandini ziyorat qilib, ularga agar O'tarbay sudda guvohlik bersa, ularning yomon oqibatga qoladiganligini ogohlantirgan. Hatto uning Shanxaydagi qiz qayrindishimi telefon qilib, uningdan sudda guvohlik bermasligini o'tingan. Angliyalik advokat Uyg'ur sud kollegiyasining qonun maslahatchisi Hami Sabining aytishicha, Xitoy besimida 2 shohid sudda guvohlik berishdan voz kechgan. Mustabid Xitoy hokimiyati bu navbatlik sudda guvohlik bergan Yaponiyadagi Xolmat Ro'zaxon apandining vatandagi 2 aksi va singlisini majburiy ekronga chiqarib so'zlatish orqali Xolmat apandimning sudda bergan butun guvohligini yolg'onga chiqarishga urindi. Xitoy hokimiyati tunji qitimliq Uyg'ur sudining boshlanish harfisida sudda guvohlik berishga hozirlanayotgan lager shohidlarga qaratgan psixologiyalik hujumlarni alohida kuchaytgan. Xitoyning bexatarlik organlari lager shohidi Sayragul Savutbay xonimiga bevosita telefon qilib tahdid solgan. Sotqa bir kun qolganda lager shohidi Qalbi Nursida xonimning vatanda ajrashib ketgan erini ekranda so'zlatish orqali tunji navbatlik sudda birinchi bo'lib guvohlik berishga hozirlanayotgan Qalbi Nursida xonimning kayfiyatini buzishga uringan. Suddan keyin Mustabid Xitoy hokimiyati yana tunji navbatlik sudda guvohlik bergan shohidlarning hammasining degudek vatandagi urug' tuqqan va tonish bilishlarini majburiy ekronga chiqarib bir-birlab so'zlatish orqali shohidlarning bergan guvohliklarini butunlay yolg'onga chiqarishga uringan. Mustabid Xitoy hokimiyatining sudda guvohlik bergan shohidlarning urug' tuqqanlarini ko'raga ilib olib majburiy so'zlatishdek bu xil razil qilmishi chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qattiq nafratini qo'zg'agan edi. Amerika Islomiy munosabatlar kengashini o'z ichiga olgan Amerika va xalqarodagi 40 necha tashkilot Hilton guruhiga Xotan shahridagi chiqib o'tilgan masjid o'rniga mehmonxona selishi sababli boykot e'lon qilgan. Amerika Islomiy munosabatlar kengashi qatorliq tashkilotlar 16-sentabr Hilton guruhining Washington shahridagi Ostona Hilton mehmonxonasi oldida axborot e'lon qilib, Hilton guruhini Xotandagi mehmonxona qurishi bilan bo'lgan to'xtamnomani bekor qilishni rad qilganligi uchun dunyo miqyosida boykot qilishga chaqirgan. Yaqinda Angliyaning Sky xabarlari kanali Xotan shahri markazida 2018-yili chiqib o'tilgan bir masjidning o'rniga Hilton mehmonxonasi selinayotganligini oshkorlagan. Bu xabar Amerika Islomiy munosabatlar kengashi qatorliq tashkilotlarning diqqatini qo'zg'agan. Amerikadagi eng chong musulmonlar tashkiloti bo'lgan Amerika Islomiy munosabatlar kengashi o'tgan oyda Hilton guruhiga ultimatum topshirib, uning Xotandagi qurilishini to'xtatishini, agar to'xtatmasa uningga boykot e'lon qiladiganligini bildirgan. Amerika Islomiy munosabatlar kengashining qayd qilishicha Hilton guruhi Xotandagi mehmonxona qurilishi bilan bo'lgan to'xtamnomani bekor qilishni rad qilgan. Amerika Islomiy munosabatlar kengashining ijroiya direktori Nihat Awad biz kishilarni, jumladan hajga boradigan, Madina va Makkani ziyorat qiladiganlarni Hilton o'zining chiqib o'tilgan masjid o'rniga mehmonxona selishni to'xtatmaguncha Hilton mehmonxonasida yotmaslikka chaqiramiz degan. Yuqorqi axborot e'lon qilish yig'iniga Dunyo Uyg'ur Qurultiy ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, qurultayning bosh taftishi Abdulikim Idris va Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos qatorliqlar qatnashib so'z qilgan va Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish siyosati haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiy to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.